Assalomu alaykum. Yaxshilarda yangi kun muborak. Osuda osmon ostida jannat makon yurtimizda yana bir ajoyib kun, yana bir samimiy tabrik va biz boshladik. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Manzuraxon onajonimiz siz bo'lasizmi? Ha? Onajonim yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Vaalaykum assalom, rahmat. Xudoga Alloh shukr. kuningizni xayrli Rahmat. qilsin onajonim. Va kim bu tanimayapti? O'zimni tanishtirib o'taman onajonim. Ayni daqiqalarda kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan, yaqinimga tabrik dasturidan erta tongda sizni bezovta qilib turibmiz onajonim. Bugungi ayyomlaringiz, shukronali kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Boringizga shukr onajon. Alloh umringizni uzoq qilsin. Nimaki niyatlaringiz bo'lsa, barchasini ijobatini bersin inshaalloh. Rahmat, rahmat. Ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni va chiroyligina suhbatingizni olsam maylimi mehribonim? Rahmat, rahmat, mayli. Allohim sizni sevgan bandamdir desin. Rasululloh chin ummatim desin. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin. Olgan har nafasingiz ibodat bo'lsin. Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan sanalaringiz nurafsholi tabarruk yoshingiz muborak bo'lsin onajonim. Rahmat, rahmat, rahmat. Onajonim, bilamiz sizni qadrlovchi mehribonlaringiz, yaqinlaringiz, birodarlaringiz, barchalar juda ham ko'p. Juda ko'p insonlarga siz aziz va mukarramsiz. Lekin biz orqali sizni bugun xursand qilmoqchi bo'lgan bir yaqin insoningiz bor ekan. O'sha inson kimligiga taxminingiz bormi yoki o'zimiz sizga yordam beramizmi onajonim? Qaynisinim bor, jiyanlarim bor. Rahmat. Shu qaynisinim deb o'ylayapman. Yana taxmin bormi yoki o'zimiz yordam beraylikmi? Yordam beringlar. Xo'p, bo'ladi bo'lmasam. Albatta onajonim, hammaga qadrlisiz. Barcha yaqin insonlaringizga juda ham kerakli insonsiz. Ammo biz orqali bugun o'zingizga ayta olmagan qalb so'zlarini biz orqali yetkazmoqchi bo'lgan bir insoningiz bizga murojaat qilgan. Bu insoningiz kelin qizingiz Shahnoza opa bilan va o'g'lingiz Ibragimjon aka nomlaridan sizga murojaat qilmoqdamiz. Bolalarim shu yerda yo'q, o'zimman, bolalarim. Albatta onajonim. Farzandlar onamiz oldimizda deb erkalanishib har bitta so'zini ayta olmaydi, ammo qalb so'zlari, dildan chiqqan dilnoma maktublarini bizga omonat qilib topshirgan, siz uchun yetkazish uchun ijozat bersangiz albatta shu farzandlaringizni sizga atagan chiroyli maktublarni o'qib eshitirsam maylimi? Voy, rahmat. Oldimda billahi yashaganim shu o'ylamabman ham bularni. Rahmat. Albatta qiz keliningiz Shahnoza opani qalbdan chiqqan chiroyli dilnoma tabriklarini qabul qilib olasiz onajonim. Rahmat. Assalomu alaykum aziz va muhtaram oyijonim. Sizni bugungi muborak tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Siz faqatgina oilamizning kattasi emas, balki mehr, muruvvat, aql va hayot tajribasining timsolisiz. Menga nafaqat yaxshi qaynona, balki eng mehribon onaday bo'lib, doim qo'llab-quvvatlab kelmoqdasiz. Sizning duolaringiz, yaxshi gaplaringiz va iliq munosabatingiz menga kuch va ruhlantirish beradi. Yaratgan Robbim sizni doimo sog'-salomat, xotirjam va xursand qilsin. Umringiz uzoq va bardavom bo'lsin. Bizga doimo bosh bo'lib, duoda bo'lib yuravering. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin oyijon. Kelin emas, doim qizim deysiz. Aziz qolib mening g'amim yeysiz. Shunday yorni tug'ib bergansiz menga. Rahmat aytaman sizga ming martalab oyijon. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Yoshlik qilib bilmasdan dilingizni og'ritgan bo'lsam, ranjitgan bo'lsam sizdan kechirim so'rayman oyijon. Baxtimizga sog' bo'lib, uzoq umrlar ko'rib yuring. Oyijon, men sizga qanday kelin bo'la oldim? Xizmatingiz to'liq ado eta olmadim. Goho ranjidim to'g'ri so'zingizdan, gohida to'g'ri qadringizga yeta olmadim. Qaynonalik qilmadingiz ayrimlar kabi. Mendan ko'p narsani qilmadingiz talab. Bir shirin so'zimga jonini bergan, aytsam kam rahmatim ming martalab. Men sizdan o'rgandim juda ko'p narsa. Hayot darslarida ustozim bo'ldingiz. To'g'rilab xatoyi kamchiliklarim meni hamisha e'zoz qildingiz. Talashib qolsak gar o'g'lingiz bilan bo'ldingiz hamisha siz mening tomon. Sizdek qaynona bormikan yana?
ayb menda bo'lsa ham demadingiz yomon. Bir piyola choy bersa ming mehr bergan, nabirasini farzandidan ko'p suygan o'ziz. O'zidan ko'proq bizni o'ylagan, dard cheksak bizdan ham ko'p kuygan o'ziz. 5 vaqt namozini kanda qilmagan, shomu sahar biz uchun bo'lgan duoda. Men ham duo qildim, sizdek qaynona ko'paysin ilohim butun dunyoda. Oyijon, umringiz bo'lsin ko'p uzoq, qadringiz tilda emas, dilda bilgayman. Qizim deya qabul qildingiz uyingizga. Men ham qaynona emas, ona degayman deb qolarkan onajonim. Rahmat. Rahmat. Xudoga ming marta shukr shunaqa kelinim bor uchun. Bolalarimga rahmat. Xudoga shukr. Rahmat. Rahmat onajonim. Alloh umringizni uzoq qilsin. Ilohim yuzlarga kirib, yuzlardan oshib yuring ilohim. Inshaalloh 100 yoshingizda ham sizni g'oyibona tabriklash bizga ham nasib etsin onajon. Amin. Amin. Rahmat. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat shunaqa. Rahmat. Rahmat onajonim. Va albatta Ibrohimjon akamizni ham sizga atagan 2 satrgina she'rlarini bizga omonat qilib topshirgan. Shuni ham sizga o'qib eshittirib qo'ysak onajonim, qabul qilib olasiz. Voy rahmat. Shunaqa kutilmagan tabriklar. Tunda oy shu'lasi yoritgan paytlar, shunda ona deya yozaman baytlar, onam bor kelmaydi sira bir dardlar. Bugun volidamning tug'ilgan kuni, ko'zlari munchog'im, yuzi oftobim, baxtli onlarga boy umr kitobim, bu hayot yo'lida bo'lgan chirog'im. Bugun volidamning tug'ilgan kuni, tunlari uxlamay yo'lim zor kutgan, boshidan ne azob sinovlar o'tgan, hasratu dardlarin ichiga yutgan. Bugun volidamning tug'ilgan kuni, dunyoga keldim shodlandi onam, hammadan chiroyli o'zi yagonam. Boshga sinov kelsa bo'lib parvonam, bugun volidamning tug'ilgan kuni. Umrimiz o'tadi ulg'aydik bir yosh, bo'lmasin onamni ko'zlarida yosh. Ibrohimjon bag'ringizga qo'yadi bosh, bugun volidamning tug'ilgan kuni deb qolarkan onajonim. Rahmat. Yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring onajon. Alloh umringizni uzoq qilsin. Hamisha shunaqa xursandchilik ko'z yoshlarida, yaqinlaringizni bag'rida aziz va mukarram bo'lib yuring ilohim onajon. Rahmat. Rahmat katta sizlarga ham rahmat. Rahmat onajon. Va albatta Ibrohimjon akamizning iltimoslariga binoan chiroyli taronalarimiz ham siz uchun yangrab o'tadi. Qabul qilib olasiz onajon. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, bo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Onajonim, yana bir bora shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga ham rahmat. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz onajon? Roziman. Ming marta roziman. Roziman. Rahmat onajonim. Bolalaringlarni rohatlaninglar, ko'ringlar. Aytganingiz Qirg'izistonda nomeri uchun bolalarim deb o'ylamabman. Rahmat onajonim, xudoyingizga shukr. Rahmat. Allohga omonatsiz, sog' salomatda bo'ling. Rahmat onajon. Rahmat. Rahmat sizlarga ham. Rahmat.